Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Uzun tumaniga keldik. Ancha yil oldin bu yerga imzo eshik varamlarini qo'yganmiz. Terma 78 eshiklar, plastromlar, arkalik. Toshkentdan zavoddan kelgan eshik romlarimiz. Ana endi yangi qurilish bo'pti bu tarafda. Bu yerga ham terma 78 eshiklaridan qo'yapmiz. Montaj jarayonlari ketyapti hozir. 28 ga 3 qavat rezin bo'ladi. Astorkasi yechilgan. Astorkasida bir qavat rezini bor. Mana petlялari ham termalar eng baquvvat petlalardan 150-160 kilogacha ko'taradi yukni. Mana romlar. Astorkalari, oynalari yechilgan. Ana eshiklar. Shvetsariyalik profil. Mana romlardagi mana montaj jarayoni. Ustagalarimiz hozir montajga tayyorlayapti. Termon oynasi qani? Mana terma eshigimizning oynalari, paketlar qalin. Oq oyna bular, kalyon oyna. Xom oynadan 11 barobar kuchli bo'ladi bu oynalar. Shuning uchun bezapast oyna hisoblanadi. Bu arkalar lapsha bilan bo'lingan, katta bo'lganligi uchun. Mana o'rtasiga qo'yiladigan lapshalar. Parakonliklar imzodan. Parakonliklar ham qovurg'alari ko'p, zich bo'lganligi uchun mustahkam chiqadi. Agar zakazlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol xarid qilaverasizlar.